Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun dekabr oyini 25 payshanba kuni 2025-yil Alloh taolodan yordam so'rab har payshanba kunlikda sizlar bilan mo'minning axloqi degan darsimizni olib boryapti. Mo'minning xulqlaridan mana bugungi gaplashadigan xulqimiz sabr val musabara, sabrlashish degan mavzuga yetib keldik. Ya'ni bu yerdagi biz hozir sabr haqida gaplashar ekanmiz. Boshqa masalan kitoblarimizda ham sabr haqida gaplashganmiz, lekin bu yerda gaplashadiganimiz boshqa joyda gaplashganimizdan tubdan farq qiladi. Chunki e'tibor berib tursangiz, bizga mana shu xulqni qanday kasb qilishni, qanaqa qilib qo'lga kiritishni ham bizga o'rgatib ketadi. Lekin boshqa kitoblarda ko'pincha mana shu narsalarni o'rgatmaganda. Xo'p, qarang. Isbiru va sobiru va robitu. Mana ba'zi hadislarda keladi, o'zi oyatlarda ham kelgan mana shu. Isbiru deb turib keladi, sabr qilinglar va sobiru, bir-birlaringga sabrni tavsiya qilinglar. Va robitu va mahkam turinglar. Robitu degani masalan bir-birlaringni bog'langlar, bir-birlaringga yordam beringlar deganida. Qarang. Endi o'zi uchun qurbonlik yo'lini yo'l qilgan mujohid odam demoqchi. Ya'ni shunaqa qilib boshlaganda al-mujahidul-ladzi irtado li nafsihi tariqat tadhiya, demak o'zi uchun qurbonlik yo'liga rozi bo'lgan mujohid. Ya'ni bu degani masalan haqiqiy bir mo'min odam, musulmon odam, mujohid bo'lgan odam o'zini qurbonlik qilishlikka tayyormi? U mo'min odam mana shu yo'lda hech qachon davom eta olmaydi. Masalan aytaylikki, shu o'zini qurbon qilish yo'lida hech qachon davom eta olmaydi agar sabr degan xulqi bo'lmasa, sabr bilan bezanmasa. Va qaysi jamoat shunaqa imtihon yo'lini yo'l qiladigan bo'lsa, uni mustahkamligi, shu yo'lga bog'liqligi hech qachon davom etmaydi va buni binosi bir-birini ushlab turmaydi, modomiki haqqa bir-birini tavsiya qilib, sabrga bir-birini tavsiya qilmasa. Mo'minlarning hammasi Robbisini so'zi bilan muxotobdir. Ya'ni mo'minlarda hammasi Alloh taoloni so'ziga amal qilishlik kerak. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va robitu vattaqulloha la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirgan kishilar, sabr qilinglar va sabrga bir-birlaringni chorlanglar. Va robitu degani bir-birini bog'lashlik. Kelinglar sabr qilaylik deb bir-birimizni bog'laymiz. Allohdan taqvo qilinglar, shoyatki najot topadigan bo'lsalaring. Qarang, demak mana bu joyda sabr qilishlikka mo'minlar bir-birini chaqirishlik kerak bo'ladi. Bo'lib ham mana hozirgi kunda qaraydigan bo'lsangiz, masalan, qancha musulmonlarda boshda kaltak sinaveradi. Masalan, mana kuni kecha bo'lgan voqea. Kecha kuni bo'ldi, bugunmi, kechami bo'ldiki, masalan, mana Turkiyada, Istanbulda mana bir o'zimizdan kelgan bir imom bor edi, Parpiyev degan. Ana shu odamni uyiga kirib bosib olib chiqib ketishdi masalan. Bir sharmandalikda masalan bir musulmon odam, o'zi aslida ana shu joyda yashab turgan odam, kel bu yoqqa desa keladigan odam. Nima qilasan masalan, kelib bosib olib chiqib ketishdi, nima keragi bor? Yo'q, qo'rqishasanmi ana shundan? Shu darajada qo'rqoqmisanlar. Ya'ni kel desa keladigan odamda masalan, qarasangiz. Endi mayli, mana shunaqa holatlar bo'lyaptimi? Biz endi mo'min musulmonlarni bir-birimizga sabr qilishlikka chaqirishimiz kerak bo'ladi. Sabr qilaylik deb turishimiz kerak-da. Qarang, demak, ixtiyoriy bo'lgan sabr ko'p ta'rifotlar bilan ta'riflangan. Ya'ni ixtiyoriy bo'lgan sabr ko'p ta'riflari bor. Undan quyidagi narsalarni biz ixtiyor qilamiz, ya'ni tanlab olamiz. Demak, ixtiyoriy sabr degan narsa bor. Ya'ni ixtiyoriy degani o'zingizdan kelib chiqib ixtiyor sabrni tanlab olasizda. Ana shunaqa sabr nima degani? Mana Tobariy aytib beradi, sabr degani nafsni yaxshi ko'rgan narsalardan man qilish va o'zini havoyi nafsdan tiyish. Mana buni ixtiyoriy nima deyiladi? Sabr deyiladi. Masalan, odamga qo'yib bersiz, u odam o'zini ko'yini nimalarda tusab olmaydi masalan. Demak, ana shu xohlagan narsasidan tiyishda insonni. O'zini o'zi xohlagan narsasidan tiyadi. Ibrohim al-Xavas aytgan ekan, sabr degani as-sabatu alal kitob va sunnah. Kitob va sunnatda sobit turish. Kitob va sunnatda sobit turish. Ibn Javziy rahimahulloh bo'lsa, mana shu ixtiyoriy sabrni sifatlaganda, ya'ni nafs o'zi xohlagan narsasini qilishdan ushlab turish. Ya'ni nafsimizni ushlab turamiz. Xohlagan narsasini qilavermasin, ko'ngliga kelgan narsasini qilavermasin. Va shu nafsni bosim qilib turiladiki, bi fi'li ma takrahu fil ajil. Ya'ni takroh degani yomon ko'rgan narsasini ajil deb turib aytiladi. Ya'ni nima deb turib aytiladi bu ajil degani? Shu hayotda, o'tkinchi hayotda o'zida yomon ko'rgan narsasini qilishlikka majbur qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani
nafs nimani yomon ko'radi desangiz, masalan, nafs shu dinni yomon ko'radi masalan. Ya'ni dinni yomon ko'radi deganimiz masalan xuddi Alloh taolo oyatda aytadi-ku, kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Qital sizlarga farz qilindi, lekin sizlarga yoqmaydi. Erkak kishilarga jang qilish yoqmaydi. Ayol kishilarga ko'p xotinlik yoqmaydi. Lekin mabodo shunaqa holat jangga chiqish kerak bo'lib qolsa, erkak kishi, ayol kishi mabodo ko'p xotinlik bilan balolanib qolgan bo'lsa, sabr qilish kerak bo'ladi. Mana shu narsani Ibn Javziy tushuntirib beryapti-da. Shunga, demak, nafsni xohlagan narsasini qilishlikdan ushlab turish kerak bo'ladi. Va hamda shu nafsga majburlatish kerak bo'ladi kelajakda, ya'ni mana shu hayotda o'zida yoqtirmaydigan narsasini qilsin. Nafsga tep qo'ysangiz xohlamaydi, masalan, ertalabda turib namoz o'qishingizni. Kechalari namoz o'qishingizni xohlamaydi. Ya'ni majburlaysizda mana shu narsaga. Mimma la fa'alahu aw tarakahu la ta'adzabihi fil ajil. Agar ya'ni shunaqa narsa bo'ladiki, bu shunday bir narsalarni qilgisi kelmaydiki, agar shuni tark qilib qo'ysa yoki bo'lmasa masalan qiladigan bo'lsa yo tark qilib qo'yadigan bo'lsa, ertaga oxiratda u bilan aziyatlanadi, javob beradigan bir holat bo'ladi. Ana shu narsani qilishga majburlatasizda. Tushunali-ya? Demak, mana shuni ixtiyoriy sabr deb turib aytiladi. Ammo endi qo'ldan keladigan baloga sabr qilish, inson boshiga tushgan musibatlarga sabr qilishi, ya'ni insonda unda umuman irodasi yo'q, ixtiyori yo'q. Boshingizga bir musibat tushadi, bo'ldi, sabr qilasiz. Masalan, qaysidir bir yaqindan inson judo bo'lib qoladi. Ibn Ato aytadiki, sabr baloda go'zal odob bilan tur berishlik deb turib aytganda, bir boshida masalan insonni kimnidir aytaylik vafot etgan bo'lsa, ana shu holatda sabr qilib tur berishlik kerak bo'ladi. To'g'ri, bu gapirish oson, buni hamma ham gapiraveradi, lekin ana shu kerakli joyda sabr qilib tur berishlik, mana shu narsa muhimda. Abu Ali ad-Daqqoq aytgan ekan, sabrni ta'rifi qo'ldan keladigan narsaga duch kelmaslik. Ya'ni qo'lingdan nima keladi? Masalan, mana aytaylikki, ya'ni haqiqiy sabr birovga kuching yetadi, kuchingni unga o'tkazmasliging demoqchida masalan. Ya'ni ana shu maqdur bo'lgan narsaga duch kelmaslik degani shu. Masalan, birov sizga kelib kuchini o'tkazyapti. Xuddiki masalan ayol kishi eriga kuchini o'tkazyapti. Bo'pti, endi shu ayol kishi deb bitta gapdan qolishni bilish kerak bo'ladi masalan. Hayot haq bilan botilning o'rtasida o'zi kurash. Hayotni ko'radigan bo'lsangiz, haq va botilning o'rtasida kurash. Endi mana bu uzun kurashda, ya'ni mana shu kurashda uzun nima kerak bo'ladi? Al-atvalu nafasa degani nafasda uzun bo'lgan odam va sabr bardosh ko'p bo'lgan odam yutib qolaverar ekanda. Demak, bu hayotda kim yutib ketadi deyilsa, nafasi uzoq bo'lgan odam degani maqsad, ya'ni ko'p sabr qiladigan odam yutib ketadi. Hayot o'zi bir sinov. Masalan, qarang. Mana bir baxt topish uchun uylanamiz, ayollar turmushga chiqadi. Baxt topish uchun. Lekin uylangandan keyin, shu turmushdan keyin ko'rasiz, mana endi sinov boshlanadi. Farzandli bo'lasiz, bolangiz kasal bo'ladi. Har bitta narsa o'zi kelaveradi, masalan, imtihon. Va ja'anna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. Endi biz ba'zilaringni ba'zilarga fitna qilib qo'ydik, imtihon qilib qo'ydik. Sizlar sabr qilasizlarmi deb Alloh taolo aytayapti. Qarang, hatto botil ahllari bir-biriga sabr qilishni tavsiya qilar ekan. Sabr qil deb botil ahllari bir-birini sabrga undab turadi-da. Vantalaqal malau minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Qarang, mana payg'ambarlar insonlarni da'vat qilganda shu odamlar, ulardan bir to'pi, bir zodagonlar, sizlar animshu degani davom etinglar, olihalaringda sabr qilinglar deb turib davom etdi deyapti-da mana. Ya'ni shunaqa holatda davom etgan. Yana boshqa oyatda keladi, inkada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alayha. Bizni adashtirib yuboradi o'zimizni olihalarimizdan agar bu narsada sabr qilib turmasak. Ya'ni tishimizga qo'yib turmasak, bu o'zini payg'ambarman deb tashlaydigan odamlar bizni adashtirib tashlaydi deganda. Qarang, mana haq ahllari shu botil yo'ldagi odamlarga aytmayaptimi? Wala nasbironna ala ma adaytumuna. Sizlar bizga aziyat bergan narsada biz sabr qilamiz. Ya'ni haq ahillar shunday deb turadi mana. Qarang, biz sabr qilamiz, bizga aziyat beryapsizlar, biz sabr qilamiz. Lekin shu bilan birgalikda qaraydigan bo'lsangiz, bu yoqda yana sabr qilib turamiz deb aytadi haq ahillari. Lekin botil ahillari ham ular ham o'zlaricha sabr qilishni aytadi-da mana. Biz sabr qilamiz deydi. Lekin shu bilan birgalikda ularning ichida Allohning sunnati nusrat bilan, tamkin bilan amalga oshiraverar ekanda. Ya'ni masalan haq ahillari sabr qilib turaveradigan bo'lsa, Allohning sunnati ana shu nusrat, tamkin bilan amalga oshib boraveradi. Ya'ni borib masalan Alloh taolo musulmon odamga nusratini beradi, tamkin beradi masalan. Va tammat kalimatu robbikal husna ala bani Isroila bima sabaru.
Robbini kalimalari, Robbini go'zal bo'lgan kalimalari Bani Isroilga sabr qilganligi sababli to'liq bo'ldi. Bani Isroilga mana ular sabr qiluvdi, to'liq bo'ldi, mukammal bo'ldi. Va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Va ja'alna minhum a'immatan. Qarang, yana biz ulardan imomlarni chiqarib qo'ydik odamlarning ichidan. Imomlar, katta-katta ayimmalarni chiqarib qo'ydik. Bizni o'zimizni farmonimiz bilan, buyrug'imiz bilan hidoyat qiladiganlarni chiqarib qo'ydik. Ular sabr qilgan paytda. Demak, sabr qiluvdi, Alloh taolo ularni katta inson qilib qo'yapti. Mana Imom Ahmad sabr qildi, mazhabi qiyomatgacha qoldi. Qarang, mana shunaqa holatda bo'lishi kerak bo'ladi-da. Ko'p insonlar ular o'zlaricha bahona qiladiki, tabiatimiz bizga g'olib keladi deb turib. Ya'ni meni tabiatim ko'tarmaydi deydi. Xuddi hali ayollar aytadi-ku, masalan, eri ustiga uylanaman desa, yo men tabiatim ko'tarmaydi, men talog'im berasiz, uylanaverasiz boshqasiga deb turadi masalan. Bu nima degani masalan? Men talog'im berasiz, men sabr qilmayman deganida, menga u jannating ham kerak emas, u kerak emas hech narsa deganda masalan bu. Bu narsa mana e'tibor bering-da. Bu yerda hozir nima uchun men bunaqa deb aytayapman? Hozir uni aytaman-da. Masalan, bu yerda sabr qilmayman men, qayerga borsam bor deganida bu. Odatda inson sabr qilaman desa qila oladi. Qilaman desa qila oladi. Hozir bu narsani dalilini aytamiz. Demak, insonlarning ko'plari tabiatlari o'ziga g'olib kelishini bahona qiladi. Tabiatim kuchli qilyapti deb turib aytadi. Shayton kuchayib ketdi endi menda deydi, masalan. Va hamda u sabr bardoshga kuchi yetmasligini aytadi. Agar ularni birlari o'ziga qarshi kurashadigan bo'lsa, o'zini nafsiga jihad qilsa, g'azabini yutadi, haromdan o'zini saqlaydi, qalbini keng qiladi, Alloh taolo bergan narsaga qanoat hosil qiladi, Alloh musibatlab qo'ygan narsada, ya'ni sabr qila oladi. Hatto mana shu xulqni qo'lga kiritgunigacha mana shunday holatda bo'lish ham kerak o'zi demoqchida mana. Qani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib beradi-ku, kim iffatini saqlasa, Alloh uni iffatli qilib qo'yadi. Kim o'zini boy tutsa, Alloh uni boy qilib qo'yadi. Men boyman deb tursa, Alloh uni boy qilib qo'yadi. Men iffatliman, alhamdulillah menda yetarli narsa bor deb tursa, Alloh yetarli qilib qo'yadi-da. Endi bizga kerak bo'lgani va man yatasabbar yusabbirulloh. Qaysi bir kishi o'zini sabr qilsa, o'zini sabr xulqi bilan xulqlatishlikka majbur qilsa, sabrli qilib qo'yadi Alloh taolo degan. Qarang, mana shu ma'noda Ibn Hajar rahimahulloh ravshan qilib aytadi-da, ya'ni Alloh sabrli qilib qo'yadi degani, ya'ni ana shu insonga Alloh kuch beradi, imkoniyat beradi. Hatto nafsi unga bo'ysunadi. Men sabrim yetmaydi, men chidamayman, ko'p xotirlikka chidamayman deydiganlar ham sabr yetadi o'zi asli. Yetadi. Masalan, bu uchun nima qilish kerak? Ozgina ana shu o'zini qiynash kerak bo'ladi. Nafsini qiynash kerak bo'ladi. Mana shu narsada nafsingizni yengasiz, keyin u sizga jannat bo'ladi-da. Qatta bo'lmasa u jannat, masalan, jahannamdan qutulish. To'g'ri, gapirish oson bu narsa. Hozir masalan men ham o'tirib olib bemalol masalan gapirib o'tiribman, lekin gapirish oson, lekin amal qilish qiyin. To'g'ri, amal qilish qiyin, bu narsada gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mana shu nafs bo'ysunadi-da, ya'ni inson shu sabr qilib turadigan bo'lsa, nafs bo'ysunadi. Qarang, ko'nikib qolasiz, o'rganib qolasiz masalan. Shu qiyinchilikni ko'tarishlikka bo'ysunadi. Mana shu paytda Alloh taolo ana shu inson bilan birga bo'ladi. Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan deb keladi-ku oyatda. Ana shu inson bilan birga bo'ladi-da. Haligi insonni o'zi talab qilib turgan narsasini beradi. Masalan, ilmga sabr qilasiz, ilm olasiz. Mana shunaqa, ya'ni oilada sabr qilasiz, shu oilangizda ham baxtga erishasiz keyin. Demak, asosiy maqtalingan sabr nima bilan bo'ladi? Norizochilik bo'lmasligi bilan. Jizzakilik va hamda umidsizlik, shikoyat degan narsalar bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ayni mana shu ma'no haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib beradi-da, qaysi bir kishi taomga duchor kelib qoladigan bo'lsa, masalan aytaylik, qaysi bir kishi taomga duchor kelib qoldi. Uni shaharida masalan vabo kasali kelib qoldi. Ana shu shaharida vabo kasali kelib qolgan paytda o'zini shaharida sabr qilib, savobni Allohdan umid qilib o'tiradigan bo'lsa va Alloh unga yozgan narsagina peshonasiga kelishini bilib turib o'tirsa degan, e'tibor bering, sabr qilib, savobni Allohdan umid qilib o'tirsa, unga shahidni ajrini misli bo'ladi. Shahidda ajrini misli bo'ladi deb turib aytilyapti-da. Endi qaranglar, bu yerda manaqa narsa bor. Shuni bilishimiz kerakki, sizni boshingizga bir musibat kelsa, musulmon odamning boshiga musibat kelsa, ajr olmaydi, illo sabr qilsa ajr oladi. Bu qoida bu. Sabr qilsangiz ajr olasiz. Bo'lmasa ajr olmaysiz. Masalan, aytaylik, hozirgi misolimizda ham bir ayolni eri ustiga uylanib oldi. Endi mana shu paytda sabr qilyapti, tishini tishiga qo'yapti.
ajr oladi mana shu paytda. Dod, faryod, qiy-chuv, baqir-chaqir, ko'chaga chiq, shang'illa, shallaqlik qil, ashnaqalar qilib desa, ashnaqalar qilib tashlaydigan bo'lsa, u ajr olmaydi u. Ajr emas, endi u battar gunohkor bo'lib qoladi bu holatda. To'g'ri, masalan, sabr qila olmasligi mumkin, o'zini masalan qiynab qo'yishi mumkin, putur yetkazib qo'yishi mumkin, masalan. Ya'ni ozgina ana shu chidasa, Alloh taolo shu nafsini o'ziga bo'ysundirib beradi. Masalan, mana ba'zilar aytadi-da, endi ikkinchiga uylanganligi uchun bu ayol kasal bo'lib qoldi deydi. Kasal bo'lib qoldi. Bu kasal bo'lib qolgani yo'q u. Uni o'zi qalbi kasal, uni o'zi nafsi buzuq. Asha nafsi buzuq bo'lgani uchun, iymoni yo'q bo'lganligi uchun, iymoni o'ta shunaqa sus bo'lganligi uchun ana shu kasalliklar chiqib keladi. Biz masalan bu yoqda masalan nima deb aytiladi mana? Hali ko'rmasmiz-ku. Ko'rib bilib turibmiz-ku bu narsani. U qanday holatda bo'lishini shunday bilib turaverasiz-da, masalan, shu mana shar'iy ilmlarda o'qiydigan bo'lsangiz, nimaga kasallik paydo bo'ladi masalan? Deyiladigan bo'lsa, o'zini problemasida u. O'zini o'zi qiynayapti. Ya Allohim, o'zing menga sabr bergin deb turib Allohdan sabr qilib turadigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu ayolni sabrli qilib qo'yadi. Mumkin ana shu ozgina sabr qilsangiz, boshdan bosh to'polon qilishni kerak yo'q. Balki u ayol bilan yashay olmas masalan. Shunaqa ya'ni. Shuning uchun ham inson sabr qilishi kerak bo'ladi-da, nima bo'lsa ham. Ya'ni bu yerda yana men aytmoqchi bo'lganim, e'tibor bering-da. Ya'ni boshingizga musibat kelsa, sabr qilsangiz, kelgan ajr olasiz, bo'lmasa yo'q. Mana bu hadisda ham masalan vabo kasali kelib qoldimi? Vabo kasali kelib qolsa, inson o'zini shaharda sabr qilib tursa, savobni Allohdan umid qilsa, Alloh yozgan narsa bo'ladi deb tursa, shahidda ajri bo'ladi unga deyapti-da mana. Shahidda ajri bo'ladi. Demak, bu har qanday musibatda o'zi shunaqa. Har qanday o'zi musibatda o'zi shunaqa. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Ibn Hajar rahimahulloh aytadiki, ya'ni sobiron degani, ya'ni hech qanday bezovta bo'lmaslik kerak, xavotirlanmaslik kerak. Balki Alloh taoloning buyrug'iga taslim bo'lgan, Allohning hukmiga rozi bo'lgan holatda bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'vatning boshida sabrga buyurildi. Go'zal sabr qilishlikka buyurilgan Rasululloh. Qarang, fasbiru sabron jamila. Go'zal suratda fasbir sabron jamila deyilyapti-da. Go'zal suratda sabr qiling deb turib aytildi mana. Go'zal suratda. Qurtubiy aytadiki, go'zal sabr qilishlik, unda hech qanday jizzakilik, Allohdan boshqasiga shikoyat qilib, dardini aytib, ming'ir-sing'ir qilishlik yo'q. Bo'lgan sabrni mana shuni go'zal sabr deyiladi. Endi shunisiga ham sabrda endi deb turib hammaga ming'ir-sing'ir qilib, dardlarni aytib olgandan keyin u sabrni sabr deyilmaydi endi. Bir yo'li evi bilanda, bir yo'li. Va sabrul mahmud. Endi maqtalingan sabr Alloh taologa to'liq tavakkul bo'ladigan, Allohga ishonch komil bo'ladigan bir holat bo'lib qoladi. Shuningizda mana maqtalingan sabr shunaqa sabr bo'ladiki, Allohga tavakkul to'liq bo'lib qoladi. Allohga yaqinni kamolati to'liq bo'ladi ya'ni. Endi mana bu yaqin, demak e'tibor bering, maqtalingan sabr nima ekan? Allohga to'liq suratda tavakkul qilasiz va ishonchingiz komil bo'ladi. Mana shu yaqin bor-ku, mana shu yaqin. Ya'ni siz mana shunaqa yaqin suratda bo'lishi, mana aytaylikki shunaqa yaqin deb turib aytiladi, ya'ni buni 100% iymon deb turib aytiladi-da masalan. Ya'ni mana shu yaqin bu mujohid odamni olg'a boradigan qilib qo'yadi. Hech orqaga qochmaydigan qilib qo'yadi-da. Demak, maqtaningan sabr insonni shunday qiladi masalan, olg'a boradigan, sizni olg'a itarib turadi masalan. Mana bir kishi ey Rasululloh deydi, aytingchi, Alloh yo'lida jang qilsam, qatl qilinsam, xatolarim o'chib ketadimi deganda Rasululloh aytadiki, ha deydi. Agar Alloh yo'lida jang, sen o'ldirilsen deydi. Agar Alloh yo'lida o'ldirilsen, sen sabr qilib, savobni Allohdan umid qilib turgan holatda bo'lsen, olg'a borsen, orqaga qochmagan holatda bo'lsen, shart shu deb turib aytganda, demak mana bu maqtalingan sabr u musibat soatida, vaqtida, musibat vaqtida yaqin bilan go'zal bo'lgan sabr deyiladi. Yaqin degani masalan 100% ishonchingiz bo'ladi mana shu sabrda. Ya'ni bu degani qarang, musibat soatida sizni iymoningiz komil bo'lgan holatdagi chiroyli sabr bo'lar ekan, shikoyat qilmaysiz ekan. Ya'ni bu nima degani desa, ya'ni uni to'g'riligini odam yo'qotmaydi, tili bilan aljirab tashamaydi. Ya'ni bu degani masalan musibat keldimi, bo'ldi, ana shu iymonni, yaqin holatini, to'g'riligini yo'qotib yormaydi. Tili bilan aljir-paljir qilib, birovlarga shikoyat qilib, dardini aytib, ming'illab o'tirmaydi. Zero sahih hadisda ham keladi, odam bolasi agar sabr qilsa,
va birinchi zarbada savobni Allohdan umid qiladigan bo'lsa, hadis qudusiyda Alloh aytayapti-da. Ya'ni bu yerda shunday deb o'qiymiz, qarang, ey odam bolasi, agar sen sabr qilsang va birinchi zarbada, birinchi boshingizga musibat keldimi, birinchi kundanoq, birinchi eshitgan vaqtingizda, ana shu paytda savobni Allohdan umid qilsang, senga jannatdan boshqa narsaga rozi emasman. Bu degani faqat jannatga roziman. Jannatni qo'lga kiritasan. Shu yuqorida aytgan narsamiz mana shu joydan chiqib aytayapti deydi. Masalan, ayol kishi birdan eri uylanganligi haqida gap eshitdimi, tishini tishiga qo'ysin, sabr qilsin. Mana shu holatda jannat qo'lga kiritib ketadi. Qarang, mana shu hadislarda kelgan, hadis qudusiyda, Ibn Majada kelgan. Alboniy sahih deb turib aytgan buni. Xottobiy aytgan ekan, ma'no shuki, ya'ni sabr shunaqa narsa bo'ladiki, o'zini sohibini musibat to'satdan kelgan paytda sohibini maqtaydi. Anna sabra alladhi yahmidu alayhi yoki yuhmadu alayhi sohibuhu. Demak, ya'ni shunaqa sabr egasi bo'ladiki, ana shu maqtalinadigan sabr egasi birinchi musibatda bo'ladi-da. Bundan keyingilarda xilofida, ya'ni keyin sabr qilishda xilofida, chunki keyinchalik sabr qilishlik o'zi vaqt o'tgandan keyin u sekin-sekin iziga tushib ketgan bo'lib qoladi. Har bitta hali dardni davosi vaqt deyiladi-ku. U vaqt uni davolagan bo'ladi. U sabr emas u. Tushundingiz-a? Endi sabr hayotida yashayotgan odamlar sabrning lazzatini totib ko'rgan, sabrning samarasini yulgan va mana shunday sabr, ya'ni qiyin o'rinlar, ya'ni ularning hayotida iz qoldirgan odamlar bo'ladi. Va tarokat tilkal mawaqifa sobirata atharuha fi hayatihim, ya'ni shu qiyin o'rinlarda asorati ularning hayotida qolgan bo'ladi. Ya'ni maqsad bu yerda shunaqa narsaki, masalan, sabr hayotida yashagan odamlar bor-ku, sabrli bo'lib yashagan odamlar, demak ular sabrning lazzatini tatib ko'radi. Sabrning samarasini tatadi ular. Va mana shu sabr qiladigan o'rinlarni tark qiladi, asorati ularning hayotida bo'lib turgan. Umar ibn Abdulaziz aytgan. Umar ibn Abdulaziz mana aytgan so'zi: "Vajadna xayra ayshina bis sabr." Biz o'zimizni hayotimizni eng yaxshisini sabr bilan topdik degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib o'tgan, qarang, biron bir kishiga sabrdan ko'ra yaxshilik, biron bir hech qanday yaxshilik va kattaroq yaxshilik berilmaydi degan. Demak, bir insonga berilgan eng katta sovg'a, eng keng sovg'a sabr bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sabrni o'zini so'zi bilan sifatlab turib, sabr yorug'likdir, ziyodir deb turib aytgan. Navaviy mana shu hadis sharhida aytadiki, maqsad sabr maqtalingan. Shu sabr egasi doim nurli bo'lib turadi. Doim hidoyatda, doim to'g'rilikda davom etayotgan holatda bo'ladi. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sabr qiluvchilarning hayotiga umumiy keladigan yaxshilikdan ajablangan. Sabr qiluvchi odamlar hayotiga hammasiga keladigan yaxshilikdan Rasululloh o'zi ajablandi. Qarang, mo'minning ishi ajoyib dedi. Zero mo'minning ishini hammasi yaxshilikdir. Bu faqat kimga? Mo'minga xolos. Boshqa hech kimga emas. Faqat mo'min odamga. Hech kimga emas boshqa. Agar bir xursandchilik yetsa, shukr qiladi, o'ziga yaxshi bo'ladi. Agar musibat, zarar yetib qolsa, sabr qiladi, o'ziga yaxshilik bo'ladi. Yana Alloh taolo aytdi-da, "Vala in sabartum lahva khayrul lisabirin." Agar sizlar sabr qiladigan bo'lsalaring, u sabr qiluvchilarga yaxshidir deb turib kelyapti. Sabr qiluvchilarga yaxshidir. Demak, sabr hayotidagi eng muhim yaxshilik nima? Qarang, sabr hayotida eng muhim yaxshilik u safni ajratadi va rijollarning haqiqiy saralarini, kollarini ochib aniqlab belgilab beradi. Haqiqiy rijol kim? Ana shu narsani belgilab qo'yadi. Alloh taolo aytadi-ku, "Valan nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina va nabluwa akhbarakum." Biz sizlarni imtihon qilamiz. Hatto sizlardan mujohidlar kim, sabr qiluvchilar kim, shularni bilgunimizgacha. Va sizlarning xabarlaringni ham imtihon qilamiz degan. Demak, bu yerda mana shu oyatdan biz oladigan foydamiz sabr qiluvchilarni deb aytayapti-da mana Alloh taolo. Demak, saflarda ajratib qo'yadi bu. Sabr qiladiganlar kim, sabr qilmaydiganlar kim? O'zi sabr haqida alohida ulamolar kitob yozgan. Ibnul Qoyyim rahimahullohni Uddatus Sobirin degan kitobi bor. Ibnul Qoyyim rahimahullohni Uddatus Sobirin degan kitoblari bor.
Endi ba'zi odamlar ba'zida gohida o'ylab qoladiki, sabr egasiga xorlik deb o'ylab qoladi. Ya'ni masalan bir odam sabr qilsa, xorda bu odam degandek deb o'ylab qoladi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'kidlab aytadiki, mazlamada zulm yo'q. Wala zulma inda mazlamatin sabara alayha illa zadahulloh azza va jalla degan qarang. Ya'ni biron bir mazlama degani haq. Birov sizni haqqingizni olib oldi. Ya'ni shu haqni olsa, shu narsada sabr qilsa, zulm qilmasa, illo Alloh azza va jalla ana shu insonni izzatini ziyoda qiladi. Bu degani masalan qarang, shunaqa narsaki, birov sizni haqqingizni olib oldi. Shu narsada sabr qilib turibsiz. Ya'ni haq deganda masalan aytaylik, sizga g'iybat qilgan bo'ladi, 3-4 so'm pulingizni olib qo'ydi, bermayman qayerga borsang bor deyapti. Ya'ni shunga o'xshagan narsalarda mana shunaqa holatlarda inson sabr qiladigan bo'lsa, bo'ldi. Bu inson faqat izzati yana ham ziyoda bo'ladi. Ya'ni izzati katta bo'lib ketaveradi-da. Mana shu o'zi hadislarda kelgan. Tushunali-ya? Shuning uchun wala zulma inda mazlamati sabr alayha, sabr qilgan biron bir zulmda, haqda, ya'ni zulm yo'qki, illo Alloh azza va jalla ana shunda izzatni ziyoda qiladi. Bu yerda yana shunaqa ma'no ham bor. Masalan, e'tibor bering. Demak, sabr qilgan bir mazlamada bir inson, masalan, siz biror narsangizni olib qo'ydi, borib turib o'zingiz ana shu insondan ber deb turib tortib olsangiz, mana shu narsa ham sizga bu yomonlik emas. Mana shu narsada ham Alloh taolo sizni bemalol nima qiladi? Ya'ni izzatingizni ziyoda qilib qo'yadi. Tushunali-ya? Sizni biror narsangizni tortib oldimi, borib ber deb turib tortib olsangiz, izzatingizni ziyoda qilib qo'yadi. Mana shu narsaga ham ishora bor bu hadisda. Endi vasabitu ala sabri daib fil amali. Demak, amalda davomiy sabrda sobit turish. Ya'ni amalda doimiy sabr qiladigan insonga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xush xabar berardi ana shu insonga. Ibn Abbos xush xabar bergan narsasi bilan. Ya'ni Ibn Abbosga xush xabar bergan narsasi bilan. Qani Ibn Abbosga aytgan-ku, "Wa'lam anna fi sabri alama takrah khayran kathira." Qani Rasululloh aytganda, bilgin, sen o'zingga ya'ni yoqtirmagan narsangda sabr qilib turishingda ko'p yaxshilik bor. Va hamda nusrat kelishi, sizga g'alaba kelishi, yutuq kelishi bu nima bilan bo'ladi? Sabr bilan. Sabr bilan bo'ladi. Har bitta narsaga sabr bilan erishiladi masalan. Aytyapmiz, oiladagi bir muhabbatni ham qo'lga kiritish sabr bilan bo'ladi. Yengillik nima bilan bo'ladi? Ma'al karb, mashaqqat bilan bo'ladi. Qiyinchilik bilan yengilchilik bor. Endi musulmon bo'lgan jamiyat, u jamiyat shunday bir jamiyatki, bir-biriga nasihat qilish. Ya'umu fihi tanasuh degani, qarang, musulmon bo'lgan jamiyat shunaqa jamiyat bo'ladiki, sabr bilan bir-biriga nasihat qiladi. Sabrni bir-biriga tavsiya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bir ayolni oldidan o'tadi. Haligi ayol qabrning oldida yig'lab turgan bo'ladi. Haligi ayolga aytadi: "Ey Allohdan taqvo qilgin va sabr qilgin" deydi. Mana shu narsada Rasululloh aytayapti-da mana. Demak, bizga kerak bo'lgani mana shu joyda, ya'ni shunaqa jamiyat bo'lishimiz kerakki, sabrga bir-birimizni tavsiya qiladigan, sabrga bir-birimizni chorlaydigan bir jamiyat bo'lishimiz kerak. Bu joydan shu narsani olamiz-da, shu foydani olamiz. Va yana Rasulullohning qizlarini biri Rasulullohga chopar jo'natadi, odam jo'natadi. "Ey Rasululloh, meni o'g'lim vafot etyapti. Vafot etdi, o'ldi" deb turib odam jo'natadi. Shunda Rasululloh o'zi haligi choparni bor, sen tezroq bizdan oldin borib turgin deb o'zi jo'natib yuboradi ana shuni. Rasululloh keyin o'zi ham boradi, ana shu qizlarni biri Rasululloh o'zingiz keling ey ota deb turib aytganda. Xullas, Rasululloh hali choparni jo'natganda nimani olgan bo'lsa bu Allohniki, nimani bersa bu Allohniki. Hammasi Allohning huzurida. Belgilangan muddat bilan sen sabr qil, savobni Allohdan umid qilgin dedi. Qarang, demak sabr qil, savobni Allohdan umid qil. Bir bolasi o'lyapti, lekin mana shu holatda sabr qil deyapti-da mana. Nima qiladi boshqa? Bo'ldi, boshga tushayotgan musibatda sabr qilish kerak bo'ladi. Demak, bashariy jamiyatdan ziyon bashariy jamiyatdan ketadi. Qachon? Agar shu bir-birini sabrga chaqirish ularning sifatida bo'lib tursa-da. Tushunali-ya? Wala yazulul khusron anil mujtama'il bashari ma lam yakun min sifatihim. Ya'ni bu yerda hozir aytsak mana bashariy jamiyatdan ziyon ketmaydi, modomiki ularning sifatida ana shu sabrga bir-birini chaqirish bo'lmasa. Sabrga bir-birini chaqirib tursa, ular ziyon ko'rmaydi inshaalloh. Va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Haqqa bir-birini tavsiya qilib, sabrga bir-birini tavsiya qilganlar.
Mana shu narsani o'zi musobaro deyiladi. Musobaro deb turib aytiladi. Vatavasav bis sabr vatavasav bil marhama. Sabrni bir-biriga tavsiya qilganlar, marhamani, rahimlikni bir-biriga tavsiya qilganlar. Ya'ni shu din bu, bundan maqsad. Demak, qarang, sabrni ta'mi, sababi shuki, mana sabrni ta'mi achchiq. Inson o'zini albatta o'rgatish kerak, bildirish kerak, o'ziga tanitish kerak. Ya'ni inson mana shu sabrni o'ziga o'rgatish kerak bo'ladi. Inson birinchi navbatda u uchun o'zini nafsini tanib olish kerak-da. Falabudda ayata ahadal insanu nafsa. Va go'zal bo'lgan sabr bilan yatazavvat degan oziqlanish kerak bo'ladi. Va mimma yu'inul muslim ala tasabburi, musulmon odamni sabr qilishga yordam beradigan narsalardan istihdoru ma'addahullohu lis-sabirin. Alloh taolo sabr qiluvchilarga tayyorlab qo'ygan narsani hayoliga keltirish kerak bo'ladi. Ya'ni musulmonni hozir sabrli qilishlikka undaydigan narsa nima? Desa, e'tibor bering, mo'min odam, musulmon odam, qalbida iymoni bor, menga Alloh va Rasulning so'zi ta'sir qiladi deydigan odam odatda Alloh sabr qiladigan odamlarga tayyorlab qo'ygan narsani hayoliga keltirishi mana shu sabr qilishiga yordam beradi-da. Masalan, ana shu sabr qiluvchilarga beriladigan narsalar nima? Deyilsa, gunohlari kafforat bo'ladi masalan, darajalari yuksalishi bor, yaxshiliklarini ko'payishi bor. Zero bir ayolda qissasida keladi-ku, haligi ayol masalan shunaqa hushidan ketib qolaveradigan ayol bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana shu ayolga ixtiyor beradi. Xohlasang sabr qil deydi, senga jannat bo'ladi deydi. Xohlasang deydi, Allohga duo qilaman, Alloh seni soppa sog'lom qilib qo'yadi, ofiyat beradi senga degan. Keyin haligi ayol, "Yo'q, mayli, men sabr qilaman" deb turib aytganda. Qarang, sabr qilaman degan, lekin ana shunda aytgan narsasi, "Men ey Rasululloh, shu behush bo'lib ontarilib tushaman" deganda, "Mayli, shunga sabr qilaman, lekin avratim ochilib qolmasin shunda" deydi. Qarang, mana shu sabr qilgan mana. Va yana 3 kishi Abdulloh ibn Amr ibn al-Osga o'zlarini hojatini shikoyat qilib turib keladi. Ya'ni nafaqaga muhtojmiz biz deydi, ulovga muhtojmiz, ya'ni matolarga muhtojmiz deydi. Keyin ularga ixtiyor beradi mana shunda. Abdulloh ibn Amr ibn al-Os, agar xohlasalaring, ya'ni sizlar inshiitum raja'tum ilayna, ya'ni xohlasalaring bizga kelinglar, qaytinglar. Biz Alloh sizlarga muyassar qilgan narsani beramiz, ya'ni qo'limizdan kelgancha beramiz. Xohlasalaring sizlarni ishlaringni sultonga zikr qilamiz. Ya'ni bu degani xalifaga zikr qilamiz. Sizlarga ko'proq narsa beradi. Xohlasalaring sabr qilinglar. Men Rasulullohning aytayotganligini eshitganman. Muhojirlarning faqirlari boylardan qiyomat kunida jannatga 40 yil oldin kiradi deb turib aytgan ekan Rasululloh. Mana shu joyda mana sabrga bo'lgan mukofotni hayolga keltirish borda. Shunda ular haligi odamlar, biz sabr qilamiz, hech narsa so'ramaymiz dedi. Qani yana sabrga va sobit turishlikka insonni undaydi yordam beradiki, solih bo'lgan odamlarning siyratini eslash, shu solih bo'lgan odamlarga ergashish borku, insonni sabrli bo'lishiga yordam beradi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir kishi Rasulullohni qismatida taqsimlashida qoralaganligi zikr qilinadi. Ya'ni masalan ba'zi rivoyatlarda keladi-ku, Rasulullohga aytadi bir odam, "Ey Rasululloh, siz yaxshi taqsimlayapsiz, yaxshi taqsim qilmayapsiz, adolatli bo'ling" deydi Rasulullohga. Rasulullohga shunday deb boradi. Keyin Alloh taolo Musoga rahim qilsin, bundan ham ko'prog'i bilan aziyatlandi, u sabr qildi deydi Rasululloh. Va yana mana shu ma'noga Qur'on o'zi Rasulullohni undab qo'ydi. Ya'ni sabr qilishlikda fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Irodali, azm egalari bo'lgan, ulul azm bo'lgan payg'ambarlar sabr qilganida siz ham sabr qiling deb turib aytildi-da. Yana mana insonga, nafsga oson, qulay bo'lib qoladi, baloni kutib olish, qiyinchiliklarga zimmasiga olishlik oson bo'lib qoladi. Qachonki balo, sabr dinni mahkamligini, miqdoriga va quvvatiga qarab turib, shu din xosatan balo borku, sabr borku, dinni salobatini miqdoriga va quvvatiga qarab turib, shu holatdaligini bilsa, shunda baloga yuzlanish va mehnatlarga bir yuzlanishlik, ya'ni oson bo'lib qoladi. Ya'ni tushunyapsiz-a? Qarang, masalan, insonga qancha mana boshiga kelgan musibatlarni osongina qabul qiladi desa, balo ham, ana shu imtihonlar ham, sabr ham, ya'ni dinga qarab, ya'ni iymonga qarab beriladi-ku. Ya'ni iymoningizga qarab musibat kelaveradi-da.
iymoningizga qarab, shu diningizni mahkamligiga qarab turib musibat kelaveradi, shunga sabr qila olasiz. Demak, shu narsani biladigan bo'lsangiz, sizda musibat yana ham osonlashaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ralgan insonlarda qaysi biri balosi qattiqroq bo'ladi degan. Ya'ni insonlarda qaysi biriga baloja boshiga qattiq keladi deb turib Rasulullohdan so'ralganda, Rasululloh aytganki, payg'ambarlar degan. Payg'ambarlarga kelgan musibat juda qattiq musibat. Keyin eng namunaliroqlari bo'ladi. Ya'ni eng masalan olimlar, avliyolar, shahidlar, siddiqlar deb turib aytilgan. Banda diniga ko'ra hisoblanadi. Masalan, iymonga ko'ra imtihon keladi deymiz-ku. Iymonga ko'ra imtihon keladi. Dinida agar qattiq bo'lsa degan, balosi ham qattiq bo'ladi shu imtihoni ham. Dinida mayin bo'lsa, yumshoq bo'ladigan bo'lsa, diniga ko'ra imtihon qilinadi. Va balo bir kishida davom etaveradi. Hatto qarang, bir insonga balo musibat kelaveradi. Mo'min odam shunaqa ekanda. Qarasiz kelaveradi, qamaladi bir, boshqa narsa bo'ladi, kelaveradi diniga qarab turib, hattoki shunaqa holatda bo'lib qoladiki, bir insonda balo kelaverganligidan yerda yurarkan hech qanday xatosi bo'lmagan holatda yuradigan bo'lib qoladi. Yo'q xatosi, ya'ni tirik, lekin jannatiy bo'lib qolgan holatda bo'lib turadi-da. Subhanalloh. Yana boshqa bir hadisda keladi, laqad kana ahaduhum yubtala bil faqr. Gohida insonlarda biri faqirlik bilan imtihon qilinadi. Hatto faqat bitta nimani topadi xolos, bir matoni topadi xolos. Ana shu matoni yajubuha o'ziga o'rab yuradi, kiyib oladi uni. Va yana bir inson bir hasharot bilan imtihonlanadi. Ya'ni bu degani masalan bir tanasiga bit bosib ketadi, shu bir kasallik qo'zib ketadi-da mana shundan keyin. Hatto u insonni o'ldiradi. Va yana odamlarda biri balo bilan ertaga sizlarni birlaring sovg'a bilan xursand bo'lganidan ko'ra qattiqroq xursand bo'ladi. Ya'ni ertaga oxiratga borganda men nimaga ko'proq menga balo kelmadi ekan deb inson ya'ni achinar ekanda, subhanalloh. Ya'ni masalan aytaylikki, hozirgi kunda qarasangiz mana bir odam 1 yil, yarim yil qamoqda o'tiradi. Qamoqda o'tirganda shuncha qiynalib ketadi. Ertaga oxiratga borganda shu qamoqda o'tirganligini miqdori ozgina o'tirganiga bir musibat masalan shu musibatga savob, ajrlar berilganligini ko'rib turib, nimaga men butun umr bir musibatda qolmadimikina deb mana shu narsani xohlab qolar ekanda. Buni hadisda kelyapti mana. Sizlarni birlaring shu balo bilan xursand bo'ladi ertaga sovg'a bilan xursand bo'lganidan ko'ra. Qarang, mana shu hadisda kelgan, hozir aytganimdaqa, xosatan Jami' Sahihda kelgan hadis mana shu. Va yana sabr qiladigan odam, sabr yelkasidan gunohlarni kekkizishini sabr qiluvchi bilsa, Allohning rahmatini yana ham ko'proq ta'min qiladi. Allohning qadariga yana ham ko'proq rozi bo'ladi. Ba'zi bir insonlarni unda davom etadigan, darajalarni ko'taradigan solih amallari bo'lmaydi. O bir oliy darajalarga yetib oladigan narsasi bo'lmaydi, faqat sabr bilan bo'ladi xolos. Qarang, ba'zi insonlarda demak solih amali bo'lmaydi, doim shunda davom etadigan, darajasini ko'tarib tashlaydigan. Lekin shu bilan birgalikda oliy darajalarga sabr bilan yetib oladi-da. Yasiluna ilal maratibil ulya bis sabr. Sabr bilan yetib oladi. Inna rajula la yakunu lahul manzila indalloh. Ya'ni bir kishiga Alloh huzurida manzilat bo'ladi. Qarang, bir kishiga Alloh huzurida shunaqa katta daraja beriladiki, haligi darajaga amali bilan yetmagan bo'ladi. Alloh taolo balki ana shu insonga yomon ko'rgan narsasi bilan musibat beraveradi, hattoki haligi oliy darajaga bu insonni yetkazib qo'yadi-da. Oliy darajaga mana shu insonni yetkazib qo'yadi mana. Fala yazalullohu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyah degani shu oliy darajaga bu insonni yetkazib qo'yadi. Mana shu hozir o'qiganimiz ham Jami' Sahihda hadisda kelgan. Qarang, subhanalloh. Mana shunday oliy darajada bo'lib qolgan insonlarga butun dunyo ne'mat ahllari, ya'ni dunyoda mazza qilib yashayotgan odamlar o'zlarini shunday ne'mati bo'lsa ham ularga havas qilib qoladi. Mana ba'zi hadislarda kelgan bu ham ofiyat ahllari qiyomat kunida ularda terilari pichoqlar bilan, qaychilar bilan qirqilishini xohlab qoladi. Balo ahlini savobini ko'rganligidan. Ya'ni bu degani ertaga mana oxiratda butun masalan bu hayotda ofiyatda xotirjam yashagan odam ertaga
oxiratga borgandan keyin musibatda yashagan odamga berilgan ajr mukofotlarni ko'rib turib, qaniydi men ham bir hayotda musibatga duchor bo'lib yashasam bo'lardi ekan deb qolar ekanda. Subhanalloh. Albatta mana bu sabr qiluvchi odamlarga bo'lgan Allohning ma'iyatidan tashqari bo'lgan ne'matlarda sabr qiluvchi odamga Alloh taolo hali u odam bilan birga ham sabr qiluvchi odam mayli uni boshiga musibat tushyapti, farzandi o'lyapti, moli davlatidan judo bo'lyapti, uyi buzilyapti, lekin shunda ham ana shu sabr qiladigan odam bilan Alloh birga. Vasbiru innalloha ma'as sobirin. Sabr qilinglar, Alloh sabr qiluvchilar bilan birga deyilganda va yana Alloh sabr qiladigan bandalariga bo'lgan o'zini va'dasiga vafo qilishdan tashqari yana Alloh taolo hali sabr qiladigan odamlarni va'dasiga yana vafo qiladi. Fasbiru inna va'dallohi haq. Sabr qilinglar, Allohning va'dasi haq. Haq mana Allohning va'dasi. Endi sizga sabr qancha oson bo'lib qoladi agar bandalar Robbisiga bo'lgan jur'atini tafakkur qiladigan bo'lsangiz. Ya'ni masalan bandalar Allohga jur'at qiladi, gunoh masiyatlarni qilaveradi. Alloh qilma degan mana g'iybat qilma deydi, tuhmat qilma deydi, bo'xton qilma, o'g'irlik qilma deydi, qilaveradi. Shunda ham Alloh taolo ularga o'zini karamini ko'rsataveradi. Qancha ne'matlarni beraveradi. Qarang, masalan mana biz Qur'onni Karimni ko'radigan bo'lsa ham, hali ya'ni Uhdud deb aytiladi-ku, xandaqlarni qazib odamlarni o'ldirgan odam ham. Hali bir sehrgarning qissasida keladi bu. Sehrgar va g'ulomning qissasida uzun hadis. Ana shu joyda ham e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda aytadi: "Innallazina fatanul mu'minina thumma lam yatubu." Mo'minlarni fitnaga solganlar, keyin tavba qilmaganlar degan. Demak, ularni tavbaga imkoniyat bergan shuncha mo'minlarni fitnaga solib baloga solgandan keyin. Ya'ni shuning uchun ham hozir mana bu joyda aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, mana bu joyda, ya'ni sizga sabr yana ham oson bo'lib qoladi. Alloh bandalarga qarang, Alloh bandalarga qancha ikrom ko'rsatadi, insonlar bo'lsa Allohga jur'at qilaveradi. Ya'ni Alloh insonlarga ne'matini berib yotibdi, insonlar Allohga qarshi chiqsa ham. Endi siz sabr qilib turibsizmi? Qanday sizga o'zi ne'matini bermasin? Siz mu'min, siz musulmonsiz. Biron bir odam Alloh taolodan eshitgan aziyatiga Allohdan ko'ra sabr qiluvchi emas. Eng sabr qiladigan zot Alloh. Allohni bolasi bor deyishdi, Allohni sherigi bor qilib yuborishdi, bolasi bor deb yuborishdi. Shu bilan birga Alloh ularga rizq beradi, ofiyat beradi, ularga beradi degan. Mana shu ham mana hadisda kelgan, Sahih Muslimda kelgan hadislardan. Ya'ni bizga sabr yengil bo'lib qoladi qachon bizni dushmanlarimiz ular biz alam chekkanimizdaqa alam chekishini bilsak. Masalan, biz o'ylaymizki, kofirlar u xotirjam yashayapti yoki bu davlatning boshliqlari xotirjam yashayapti. Yo'q, ular masalan biz alam chekayotgandaqa alam chekishini bizni dushmanlarimizni biladigan bo'lsak, sezadigan bo'lsak, yana ham o'zi musibat yengillashib boraveradi, sabr osonlashib boraveradi. Shuning uchun sabr oson bo'lib qoladi qachon shu dushmanlar agar qiynalayotganligini biladigan bo'lsak. Mana Said Qutb rahimahulloh aytgan ekanda, agar botil qattiqlashib borsa, ya'ni botilki u mahkam tursa, sabr qilsa, yo'lda davom etsa, endi botil shu darajada turibdimi, mahkam turibdimi? Fama ajdarul haq ayakun ashad. Endi haq yana ham qattiq bo'lib turishga kerak bo'ladi. Yana ham haq mahkam bo'lib turish kerakki, shu yo'lda davom etishlikda sabrni juda katta qilish kerak bo'ladi. Juda ham sabrni, ya'ni juda katta bomba qilish kerak. Mana shuning uchun hammasi uchun ham Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sobirin." Ey iymon keltirgan kishilar, sabr bilan, namoz bilan yordam olinglar, zero Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga. Qarang, demak, sabr bilan, namoz bilan yordam olinglar. Demak, sabrdan yordam olish kerak bo'ladi. Sabrdan yordam olish qanaqa bo'ladi? Mana hozir o'rganib kelyapmiz shu narsani. Demak, boshga kelgan musibatga sabr qilish, ibodatda sabr qilib turishingiz kerak bo'ladi. Va yana gunohlardan o'zingizni ushlab sabr qilib turasiz. Asosiy sabr shu 3 ta turli bo'ladi-da. Ibodatda o'zingiz sabr qildirasiz, bu bir. Ikkinchisi, gunohlarni qilmaysiz. Uchinchi navbatda boshingizga kelgan musibatlarga sabr qilasiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bandalarini imtihon qilgan sabr suratlaridan sog'lomlik holatda ham imtihon qiladi Alloh taolo. Zero hadis qudusiyda keladi-ku. Agar degan, mana hadis qudusiyda aytganda Alloh taolo, men o'zimni bir qulimni ikki ko'zi bilan balolab qo'yadigan bo'lsam,
Ya'ni biron bir qulimni ikkita ko'zini olib qo'ysam, ko'r qilib qo'yadigan bo'lsam, masalan, ba'zida inson yoshi katta bo'lgan paytda ko'zlari ko'r bo'lib qoladi o'zi. Ya'ni masalan, ko'zlari o'z-o'zidan ko'rmay qoladi, masalan, zaiflashib, mana shu holatda ham sabr qilsa ham bu ham kirib ketaveradi. Demak, qulimni, ana shu bandam agar ikkita ko'zini olib qo'ysam, shu narsaga sabr qiladigan bo'lsa, ikkalasini o'rniga jannatni evaz qilib beraman degan. Ya'ni jannatni beraman. Xuddi shunaqa kishi ba'zida yana gunohlari kechiriladi, nima bilan deyilsa, o'ziga hasad qiladigan bir hasadgo'y sababli ham. Ya'ni masalan, bir inson bir boshqa odam bilan balolanib qoladi-da, ya'ni imtihon keladi boshqa odam tarafidan. Ana shu boshqa odam sizga hasad qiladi. Kama qad yubtalal mar'u bi muhitin yahsaduhu yoki yuhsiduhu desa ham bo'ladi. O'zini kimdir unga hasad qiladigan bir hasadgo'y bilan baloga duchor bo'ladi. Va shu narsada uni nafaslari hisob-kitob qilinadi. Yu'addu alayhi anfasuhu. Ya'ni maqsad mana insonni birov unga hasad qilib turibdimi? Ya'ni hasad qilgandan keyin orqasidan gapiradi, har bir joyga borib yomonlaydi masalan. Ya'ni shunaqa holatlarda sabr qilib turaveradigan bo'lsa, ajrini olib ketaveradi masalan. Va har bitta yaxshilikda uni ustun qo'yadi. Yasta'firu alayhi bi kulli khayrin. Ya'ni har bir yaxshilikda Alloh ana shu insonga yaxshilikni beraveradi. Har bir joyda uni yaxshilikni xuddi berib qo'yaveradi. Bu endi yaxshilikni berishi oxiratda bo'ladi. Va yasta'firu alayhi bi kulli khayr degani maqsad ana shu yasta'fir degan kalima ertaga oxiratga olib qo'yadi yaxshilikni. Mana shu bashariy zaiflik tarafidan kutilayotgan narsa. Ya'ni masalan insondagi holatda bu. Inson masalan hozir bir odam boshqa bir odamga musibat beryaptimi? Masalan bir inson boshqa bir insonga hasadgo'yligi bilan orqasidan gapiradi, boshqa narsalar qilib tashlaydi. Mana shu holatda sabr qilsa, shu holatni yutib ketaveradi. Xossatan agar dunyo ba'zi bir insonlarga ochilib qolsa, shu narsada raqobatlashadigan bo'lsa, xossatan mana shu narsada, ya'ni masalan aytaylikki, dunyo masalan bir insonga ochilib qoldi. Yoki bo'lmasa aytaylikki, masalan bir insonga bir narsa berildi, boshqa odamlarga shu narsa berilmadi. Endi berilmaganligi uchun boshqa odamlar sizdagi narsani ko'rib gapiradi-da, ha o'zi bunaqa deb turib gapiradi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganki, sizlar mendan keyin qattiq asaroga duchor bo'lasizlar, asaroni ko'rasizlar. Ya'ni bu degani sizlarga odamlar e'tibor bermay qo'yadi deganda ansorlarga. Balki boshqalarni ustun qo'yilaveradi. Sizlar mana shunda sabr qilinglar dedi. Anas aytadiki, Rasululloh aytgan gapiga biz amal qilmadik deganda, sabr qilmadik degan. Ya'ni maqsad bu yerda sabr qilgan, lekin ba'zi bir o'rinlarda talashib qo'yishlik holatlari bo'lganda nima bo'lsa ham. Ya'ni bu yerdagi holatlarda hozir ana shu boshqa odamlarni bir nima qilishlik, boshqalarni ustun ko'rishlik bo'lsa, masalan siz bir joyga loyiqsizda, ana shu joyga boshqa odamni olib kelib qo'yib qo'yishlik bo'lsa, bularda hammasiga sabr qilinadigan bo'lsa, Alloh taolo sizga ajrni beraveradi. Yana sabrni eng katta suratlaridan shunaqa talashib tortishuv o'rinlarida, qarama-qarshilik, kelishmovchilik holatlarida sabr qilishlik. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganda, qarang mana jangga, ya'ni jang maydoni bor-ku, ana shu holatda tavsiya bergan, dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar. Qani bir dushmanga yo'liqsam, uni o'ldirib tashlayman, unday qilib tashlayman, bunday qilib tashlayman deydigan narsalarni orzu qilmanglar. Allohdan ofiyatni so'ranglar. Kerak emas u dushmanga yo'liqishlik. Agar mabodo yo'liqib qolsalaring ham endi sabr qilinglar. Demak, ungacha inson orzu qilmasligi kerak bo'ladi. Va undan tashqari bu yerda orzu qilma degani ayni sabablarda ham ushlashlik kerak-da. Ya'ni inson o'zini ehtiyot qilib yurishlik kerak bo'ladi masalan. Va hokazo ya'ni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalardan ahd olardi. Qochib ketmaysizlar deb. Ya'ni jangga kirsalaring qochib ketmaysizlar derdi. Sabrda ular bilan bay'atlashardi. Kelinglar, menga mana shu joyda turib beraman deb ahd berasizlar deb shu sabrda bay'atlashardi-da. Shuning uchun ham mana bu joyda bizga muhim bo'lgan nuqta, ya'ni shunaqa jangi jadal o'rinlarida sabr qilib turishlik kerak bo'ladi. Va yana bizga Qur'oni Karim yana ilmni talabida sabr qilishda ham amaliy bir misolda ham keltirib bergan. Ya'ni Qur'oni Karimni ko'rsak, ba'zi oyatlarni o'qiydigan bo'lsak, ilmni talab qilishda sabr qilish borasida amaliy bir misolni keltirib bergan. Xosatan bir solih bir qul, ya'ni buni kim deb turib aytiladi? Xizr alayhisalom deyiladi.
Musa alayhisalomga boshdan bosh sabrni shart qilgan. Musa alayhisalom, men sabr qila olaman deb turib o'ylagan edi-da. Mendek odam sabr qilsa kerak deb turib o'ylagan edi. Lekin sabr qilishi qilmasligini ikkilanganligi uchun, shuning uchun ham mana aytgan so'zi qola satajiduni inshaallohu sobira. Inshaalloh meni sabr qiluvchi holatda topasiz degan. Inshaalloh sabr qilaman deyapti-da. Va yana har safarida masalan biron bir ish bo'lib qolsa, haligi ishda Musa alayhisalom gapirardi. Shunda Musa alayhisalom, unday qilyapsiz, bunday qilyapsiz. Masalan, yosh bolani o'ldirib qo'ygan, keymani teshib qo'ygan masalan. Bir devor qiyshayib turgan bo'ladi, ana shuni to'g'irlab qo'yadi. Shularni har bitta ishni qilgan paytda Xizr alayhissalom haligi nimaga Musoga eslatib ya'ni Musa alayhissalom gapirgan paytda qola alam aqullaka, men senga aytmaganmidim, sen men bilan sabr qila olmaysan, sabrga qodir bo'lmaysan demaganmidim degan. Keyin mana shunaqa 3 marta takrorlangandan keyin, 3 marta eslatish holati bo'lgandan keyin bo'ldi. Mana shundan keyin Musa alayhissalom Xizrdan ajrab ketgan. Shunda Rasululloh o'zi aytib berardi, qaniydi agar Muso sabr qilganda edi, juda bir ajoyibotlarni ko'rgan bo'lardi deganda. Hozir masalan ajoyib holatlar bo'lganda, masalan keymani o'z-o'zidan teshib qo'yapti. Bitta yosh bolacha turibdi-da, shap etib o'ldirib qo'yapti masalan. Odam mana hayron qoladi, yosh bolachani o'ldirsa, mana hozir qarang, mana yaqinda ham Rossiyada ham bir tojikistonlik bolani o'ldirib qo'yildi. Ya'ni bir odam o'ldirdi shunday kelib, ya'ni butun dunyo gapiryapti masalan. Ya'ni mana shu narsa ham yaxshilik bo'lishi mumkin. Ertaga u bilib bo'lmaydi. Masalan, ertaga u katta bo'lganda kofir bola bo'lib, u otasi, onasini umuman kuydirishi mumkin masalan. Ya'ni ayni shu qissada ham shunaqa keladi-da masalan. Ya'ni Xizr alayhisalom bu yosh bolachani o'ldiradi. Nimaga o'ldirding? Deganda, ya'ni Alloh taolo ota-onasiga rahim qilishni xohladi degan. Subhanalloh, qarang. Ota-onasiga rahim qilishni xohladi deganda. Xullas shu ya'ni. Demak, ilm o'zini boyliklarini qachon ochar ekan? Sabr qilgan odamlarga. Shu sabr qilib ilm o'qirasiz, mana shunda ilm o'zini boyliklarini ochib tashlaydi. Endi sabr yana bolalarni tarbiya qilishda ham o'ta ham zaruriy, o'ta ham kerak ekan. Xossatan agar u bolalar qiz farzandlar bo'ladigan bo'lsa-da, qarang, qiz farzandlar bo'lsa yana ham sabr qilish kerak bo'ladi. Endi shu tarbiyaga sabr qilishlik bilan, tarbiyada sabr qilib turishlik bilan hali tarbiya qiladigan odamga ajr eshiklari ochiladi. Ya'ni ajr tayda qolib ketadi. Jahannamdan parda bo'lib qoladi. Xuddi hadisda kelgani kabi. Qaysi bir kishining 3 ta qizi bo'lsa, shularga sabr qilsa, ularga taom bersa, ularni sug'orsa, ya'ni maqsad hamma yo'g'ini qilib bersa, yemog'ini, ichmog'ini va o'zini boyligidan ularni kiyintirsa, jahannamdan qiyomat kunida unga hijob bo'ladi, parda bo'ladi. Yana Alloh taolo aytdi: "Va amur ahlaka bis-solati wastabir alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal afiyatu wal aqibatu lit-taqwa." Sen ahlini namozga buyurgan dedi Alloh taolo. Shu narsada sabr qilib turing. Biz sizdan rizq talab qilmaymiz. Biz o'zimiz sizga rizq beramiz. Oqibat taqvodorniki, ya'ni taqvoniki oqibat. Demak, mana bu joyda ham e'tibor beradigan bo'lsak, mana qiz farzandga sabr qilib turishlik deb aytayapti-ku bo'lib ham. Chunki uni tinchib ketishi ham bitta gapda masalan. Bir insonga tegib tinchib ketishi ham bitta, ungacha ham sabr qilib turish kerak bo'lgan holat. Wali'annal mu'mina ilfun ma'lufun fala budda yatazawwada bis-sabri ala axto'in nas. Mo'min odam insonlarning xatosida sabr qilishlik bilan ozuqalanishligi kerak. Ya'ni mo'min odam xuddiki ilfun ma'luf degani haligi bir o'rganib qolingan, bir odatlangan odat, ya'ni mo'min odamning bir odati bor. Mo'min xuddiki o'rgatilgan demoqchi-da. O'rgatilgan. Ya'ni masalan mo'min odam insonlarning xatolariga sabrni ozuqa qilib olish kerak bo'ladi. Insonlarning xatolariga sabrni ozuqa qilib olish kerak bo'ladi. Tushunali-ya? Yatamakkana min muxallatotihim, ular bilan aralashishlikka imkon topishi uchun. Va hamda ularning holatini isloh qilishlikka imkon, ya'ni qodir bo'lishi uchun. Demak, hozir gapning xulosasi, ya'ni mo'min odam shunaqaki, ilfun ma'lufun fala budda yatazawwada bis-sabr degani, ya'ni mo'min odam o'rganish kerak bir narsaga. Asha nima desa, odamlarning xatolariga sabr qilishni o'rganish kerak bo'ladi. Masalan, farzandlaringiz xato qiladi, ahli oilangiz xato qiladi, masalan, ana shunaqa narsalarda sabr qilib turish kerak bo'ladi-da. Sabr qilib turish kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki odamlar bilan aralashishlikka imkon topadi shunda. Ya'ni aralashib yashaysizda, odamlar bilan aralashib yashashni
yaxshi fazilatlari bor. Masalan, odamlarni isloh qilish bo'ladi, ularni janozasiga qatnashish bo'ladi, ko'p yaxshiliklar bo'ladi. Bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib beradi. Insonlarga aralashadigan mo'min odam, ularda aziyatiga sabr qilib yuradigan odam, insonlarga aralashmasdan ularda aziyatiga sabr qilmaydigan mo'mindan ko'ra ajri katta deb turib aytganlar. Yana va minas salasa, 3 ta bir odam bor. Yani 3 ta odamki Alloh taolo ularni yaxshi ko'radigan 3 ta odamdan bir kishi bor. U kishining qo'shnisi bor, qo'shnisi unga aziyat berib turadi, uni aziyatiga sabr qiladi. Hatto ularning o'rtasida to bir o'lim yoki bo'lmasa ko'chib ketishlik ajratmagunigacha. Tushundingizmi? Masalan, bir joyda yashaysiz, qo'shningiz kelib aziyat beraveradi. Yo u o'ladi, siz qutulasiz, yoki siz o'lasiz, undan qutulasiz, yoki ko'chib ketadi. Shu bilan qutuladi-da, masalan, odam. Ba'zida insonning xotini shunaqa bo'lib qoladi, subhanalloh. Yoki bo'lmasa shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni shuni aziyatlariga sabr qilib turish kerak bo'ladi. To masalan, ajrashgunigacha yoki bo'lmasa shu o'lib qutulasizda, masalan. Val mujahidul ladzi yas'a li-istinafil hayatil islamiyya. Islomiy hayotni istinaf degani yangitdan boshlashlikka harakat qiladigan mujohid. Islomiy hayotni yangitdan boshlashlikka, islomiy jamiyatni barpo qilishlikka harakat qiladigan mujohid albatta yo'lda uzunligida sabr qilib turishlik kerak. Birodarchilik zaifligida sabr qilib turish kerak bo'ladi. Va hamda mujahada mashaqqatida sabr qilish kerak. Va balodi qiyinchiligiga sabr qilish kerak. Va yana zulm va zolimlarni daf qilishlikni sabriga qo'shimcha. Ya'ni zulmda ham zolimlarni, ya'ni shunaqa narsaki, zulm va zolimlarni daf qilish, yo'qotishlikka sabriga, ya'ni ularda zulmini yo'qotishlik sabrida ham turish kerak bo'ladi. Mana shu paytda iymonning ma'nolarini totadi. Iymonning eng afzali sabr va ulug'lik degan Rasululloh. Tushunali-ya, mana bu joydagi so'z ham. Demak, sabr mana bu da'vatda, ya'ni islomiy shu da'vatda, bu da'voda desa ham bo'ladi, yo'lda ozuqasi. Ya'ni men musulmonman deyaptimi bir inson, mo'minman deb turibdimi? Asha mo'min bo'lgan insonni yo'lini ozuqasida nafsni shahvatlariga sabr qilish kerak bo'ladi. Ya'ni inson nafsiga qo'yib bersangiz nimalarni xohlamaydi. Nafsni rag'batlariga sabr qilish kerak bo'ladi. Nafsni tamagirligiga sabr qilish kerak bo'ladi va musibatlariga sabr qilish kerak bo'ladi. Nafsni zaifligiga, noqisligiga sabr qilish kerak, shoshilishligiga sabr qilish kerak bo'ladi. Va yana shu bilan birgalikda nafs tezda malollanib qoladi. Shu malollanishga ham sabr qilish kerak. Insonlarning shahvatlariga, ya'ni bu degani insonlar ham sizdan o'zini ko'yniga kelgan narsasini so'rab turaveradi masalan. Demak, insonlarning shahvatlariga sabr, ularning noqisligi, zaifligi, johilligi, tasavvurlarning yomonligi, siz haqingizda yomon xayollarga borishi, tabiatlarini buzilib ketganligi, ularni ya'ni asaratihim deb aytiladi, ya'ni ular sizdan ko'ra boshqalarni ustun qilishiga va ularning mag'rurligiga sabr qilish kerak bo'ladi. Valtivaihim degani masalan ular sizdan boshqaga burilib ketishi va hamda samarani tezroq kutishi, masalan samarani tezroq kutgisi keladi, masalan bir inson ikkinchi odamdan tezroq bir foydani olgisi keladi, masalan shunaqa narsalarda ham sabr qilib turish kerak bo'ladi. Va botilni yorilishiga, chiqayotganiga sabr qilish kerak bo'ladi ba'zida. Va sabri ala tanaffujil batil deb keladi, ya'ni botilni shunaqa chiqib kelayotganiga, ya'ni botilni yomonligiga sabr qilish kerak bo'ladi-da. Ba'zida mana shu botil juda ham yomon bo'ladi, masalan tug'yonni, sharmandaligiga sabr qilish kerak bo'ladi. Yomonlikni yoyilishiga sabr qilish kerak. Shahvatni g'olib bo'lishi va hamda g'urur va kibrni katta bo'lib ketishi, ya'ni alangalanishi va nasir, ya'ni nusrat qozonuvchi, nusrat qozonayotgan insonni ozligiga sabr qilish kerak. Masalan, din yo'lida ketasiz, nusrat qozonadiganlar o'ta kam, masalan. Shu narsada sabr qilish kerak bo'ladi, ya'ni. Va yordamchini zaifligiga, yo'lda uzunligiga va shaytonning vasvasalariga sabr qilish kerak bo'ladi, qiyinchilik soatlarida va taranglik holatlarida. Va hamda mana shuni hammasi uchun jihod achchiqligiga sabr qilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni shuni hammasi uchun jihodning achchiqligida sabr qilishlik kerak bo'ladi. Va ma tuthiruhu fi nafsi, nafsda qo'ziydigan, ya'ni masalan
insonni nafsida ichida qo'ziydigan alamdan, g'azabdan turlicha bo'lgan masalan ta'sirotlar bo'ladi-ku, ana shu narsalarga ham sabr qilish kerak. Bo'g'ilish va taranglik, ishonchni ba'zi vaqtlarda yaxshilikdagi ishonchni zaif bo'lib qolishi. Masalan, bir insonda o'g'nalib qolar deysiz, bir o'g'nalishidan umid qilgiz ham kelmaydi masalan. Umidni ozligi bo'ladi mana ba'zida. Bashariy fitratda umidni ozligi bo'ladi. Malal, zerikish, umidsizlik bo'ladi ba'zi vaqtlarda. Umid uzilib qoladi va mana shuni hammasidan keyin yana nafsni qudrat soatida, ya'ni bu degani bir narsani qilishlik kuchingiz yetadimi, shu kuch yetish vaqtida va g'olib bo'lish, intisor degani shu g'olib bo'lish, bir narsani masalan bemalol eplay olish, g'olib bo'lish paytlarida masalan nafsni bosib sabr qilib turish kerak bo'ladi. Va hamda yengillikni olishlikka sabr qilish kerak bo'ladi. Kamtarlik, shukr borasida. Va biduni xoyala hech bir kibr qilmasdan va yana shu bilan birgalikda o'ch olishlikka intilmaslik kerak bo'ladi masalan. Birov sizga bir musibat berib qo'ysa, darhol o'ch olishlikka harakat qilmang. Va hamda qasosni kechib olish kerak bo'ladi masalan. Ya'ni va tajavuzil qasosi al-haq ila al-i'tida deb turib aytiladi. Demak, qasosni, ya'ni haq bo'lgan qasosni shunday nima qilib yorish kerak bo'ladi, kechib yorish kerak bo'ladi. Tajavuzil al-qisos al-haq ila al-i'tida degani maqsad bu yerda, ya'ni o'zi haq bo'lgan qasos tajovuzga o'tib ketishi deyapti-da. Tajovuz qilib yorishlikka o'tib ketadi. Shu narsalarga ham sabr qilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, ko'p narsalarga sabr qilishlikni mana bu joyda ishora qilib aytib berdi-da. Endi qarang, bu yerda yana xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana yuqorida o'tgan mavzularimizni endi shuni bilaylikki, mana shu hozirgi faslimizning xulosasi birinchi navbatda sabrsiz jihad davom etmas ekan. Ikkinchi navbatda botil ahllari botillarda sabr qilib turar ekan. Endi haq ahli yana ham avlo bo'lish kerak bo'ladi. Uchinchi navbatda sabr qilishlik bilan qo'lga kiritilar ekan. Ya'ni o'zingizni sabrga majbur qilib qo'lga kiritib olsangiz bo'lar ekan. To'rtinchi navbatda sabrning oqibati yaxshilik. Beshinchi navbatda maqtalingan sabrni hech qanday bir norizoligi, jizzakiligi, shikoyati yo'q ekan. Tushunarli, maqtalingan sabr degani shu. 6-navbatda maqtalingan sabr to'liq tavakkul, komil yaqin bilan bo'ladi. 7-navbatda sabr u izzat degani. Sabr bu azizlik. Va shu sabrda va fi sabati alayhi, sabrda sobit turishlikda yengillik bo'ladi. Go'zal sabrga yordam berish holatlari bo'ladi mana. Go'zal sabrga, ya'ni yordam berish holatlari. Nima go'zal sabrga yordam beradi desa, Alloh taolo sabr qiladigan odamlarga tayyorlab qo'ygan ajrni hayolga keltirish masalan. Tushunarli-ya? Bularda endi yuqoriga kirib ketaveradi. Sabr qiluvchilarni yo'liga ergashish va hamda qo'shimcha balo dindagi mahkamlikni miqdoriga qarab keladi. Ya'ni masalan iymonga qarab turib sabr keladi-da. Masalan, ya'ni iymonga qarab turib balo keladi. Iymoningizga qarab sizga imtihon kelaveradi ya'ni. Mana shu narsa ham bor. Buni endi alohida 9 qilib hisoblaymiz. Yuqorida o'tgan narsalarimizning xulosasi. Va yana shu bilan birgalikda inson sabr, gunohlarni o'chirib tashlashini hayolga keltirish kerak. 10-si. Va hamda Alloh taolo bandalarga sabr qilib turishini hayolga keltirish kerak bo'ladi. Qarang, Alloh taolo bandalarga sabr qilib turadi. Qancha narsalarni bo'lmasa, bandalardan, insonlardan eshitadi Alloh taolo. Yana sabrning suratlaridan kasallikka, badanning musibatiga sabr qilish. Mana shu narsalarda o'tdik ya'ni. Keyin jihad maydonlarida sabr qilish, ilm talabida sabr qilish bor ekan. Va yana farzandlarni tarbiyasida sabr qilish, insonlarning xatolarida sabr qilish va hamda yo'lni uzunligida sabr qilish va mujahadani mashaqqatida sabr qilish. Ya'ni mujahada degani inson o'zini ustida ish olib borish. Ana shu hozir oxirida aytib o'tgan narsalarimiz shuda. Ya'ni inson o'zini ustida albatta ish olib borishlik kerak bo'ladi ya'ni. Shu vallohu alam. Endi biz mana shu joyda sizlar bilan o'zi birinchi bobni tugatdik. Endi birinchi bu yerda tugatgan narsamiz asosiy nima deb aytiladigan bo'lsa, ya'ni bu yerda sizlar bilan biz birinchi bobdagi narsalarni tugatdik-da. Ya'ni bu bobdagi narsalar asosiy mana sabrga undalgan, shijoatga undalgan narsalar edi. Mana shu narsalarni o'qib bo'ldik ya'ni. O'zi asosiy o'tgan narsalarimiz mana boshida Allohning nusratiga ishonish, shahodatga tayyorgarlik, nusrat
intisor, shijoat, sabr va sabrlashish. Ya'ni birinchi bob tugadi yani. Endi sizlar bilan ikkinchi bobga kirishamiz. Bu bob da'vatdagi xulqlarimiz degan mavzuda gaplashamiz endi. Bu yerda ham hozir 7 ta bir mavzuda gaplashamiz birma-bir. Masalan, insonlarga inson o'zini sevdirish qanday bo'ladi? Shu narsalarni aytib o'tamiz. Ba'zi sizga yomonlik kelib qolsa, yaxshilik bilan daf qilishingiz. Shu narsalar sekin-sekin aytilib ketaveradi inshaalloh. Endi kelasi darslarimizda bularni o'tamiz. Inshaalloh vallohu a'lam.